Всем здравствуйте, меня зовут Сахил, директор компании «Индия Медицина». Сегодня с нами есть уважаемая Акида, которая прилетела к нам лечиться из Узбекистана. У нее делали пересадку печени месяц назад, и она завтра улетает. Сейчас она вам сама расскажет свой опыт, как все у нее прошло. Пожалуйста. Assalomu alaykum hammaga. Men O'zbekiston Toshkent shahridan Hindistonga jigarimni ko'chirish uchun o'g'limdan jigar olish uchun keldik. Oldin o'tgan yili Turkiya davlatida davolandim. Turkiya davlatida tekshiruvlar natijasida jigarimda o'simta borligi aniqlangan edi. Radioamelyatsiya oldim. Turkiya davlatiga yana 6 oyda borishim kerak edi, lekin Hindistonda yaxshi klinika, yaxshi vrachlar borligini yaqin qarindoshimdan eshitib, Hindistonga kelishga qaror qildik va Hindistonga kelib tekshiruvlardan o'tdik. Tekshiruvlar natijasida o'g'limni jigaridan menga ko'chirib o'tkazishni aytishdi va 25 fevral kuni operatsiya bo'ldik. 2 kunda biz o'rnimizdan turib yurishga muvaffaq bo'ldik. Vrachlar juda ham yaxshi, qiynalmadik. Qanday operatsiya o'tganini ham hatto bilganimiz ham yo'q. Medsestralarimizga kattakon rahmat. Ular hammasi shunaqa yaxshi bizani qarashdi. Eng katta rahmat bizning tarjimonlarimizga. Chunki tarjimonlar bo'lmasa, biz vrachlarga o'zimizdagi holatni qandayligini aytib tushuntirib bera olmas edik. Shuning uchun Sahil va uning komandasiga kattakon rahmat deymiz. Alloh ulardan rozi bo'lsin, hamma vrachlardan ham. Chunki operatsiyadan keyin ham 10 kun reanimatsiyada yotdik, 10 kun shifoxonada bo'ldik. O'sha davr mobaynida vrachlarni har kuni operatsiyasi bo'lsa ham bizdan kelib xabar olishdi. Medsestralarimiz vaqti-vaqtida o'zlari muolajalarini qilishdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik va hozirgi kunda ahvolimiz juda ham yaxshi. Donor o'g'lim bo'ldi. Tez kunda oyoqqa turib, o'zining ish faoliyatiga O'zbekistonga qaytib ketdi. Biz ham xudo xolasa kelinim bilan ertaga o'zimiz yurtimizga, bolalarimiz bag'riga boramiz. Men juda ham xursandman, chunki o'sha jigarimda menda 2 muammo, ham sirroz, ham onkologik o'simtalar bor edi. Shu o'simtalardan doktorlar meni xalos qilishdi. Onadan yangi tug'ilgan deb